Huawei Pura 80 Ultra birinchilardan bo'lib o'zim obzor qilaman. Boshladik. Akalar, telefonni ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Akalar, go'shtni gazetasiga o'rab qo'yishibdi, paslar. Akalar, telefonni qaranglar, asalligini jonidan, jonka-yu bu. Telefonda komplektidan. Akalar, dahshat chexol chiqar ekan. Shunisiga tan berdim. Qimmat chexol qo'yib qo'yishibdi. Yomon-u, ha? 100 vatlik головка chiqar ekan, jigarlar. Tozasidan, lekin kichkina ekan. Wow! Bitta kabel chiqar ekan. Wow! Bugun telefonda yomon tomonlaridan boshlaymiz. Boshladik. Telefonda protsessori Kirin, chunki bunga sanksiya berishgan, Snapdragon qo'yilmagan. Shuning uchun PUBG'da zo'rg'a 60 FPS ochadi. 7 nanometr ekan, past ekan. Akalar, telefonda grammi 233 gram ekan. Telefonda o'zi 100 gram, qolgani bo'lsa kamerasi ekan. Akalar, telefonda Google Play Market shunga o'xshagan narsalar bo'lmaydi, chunki Huawei'ga sanksiya berishgan. Play Market va shunga o'xshagan programmalarni faqatgina microG orqali ishlatasizlar. Endi bo'lsa navbat telefonda yaxshi tomonlariga. Telefonning batareykasi 5100 mAh akalar, 100 vatlik zaryadka qabul qiladi. Besprovодной bo'lsa 80 vatt qabul qiladi. Boshqa telefonlar bu ishni qila olmaydi. Akalar, bu telefon bilan bemalol suv tagida Titanicning ikkinchi qismini olsanglar bo'ladi. Sababi kamera juda kuchli hamda IP69 suvdan eng kuchli himoya bor. Telefonimizning xotiralari akalar 16 ga 512 talik, 16 ga 1 terabaytlik bo'ladi. 256 talik xotiraga tupurgan. Akalar, telefonning kameralari 50 megapiksel. Telefonda 2 xil zoom bor. 3 ola kamerasi ham professionallik, 1x, 3.5x, 10x hammasi o'ta tiniq va cho'tki qilib beradi. Bu telefonning kamerasi haqiqatan dahshat ekan. Vivo X200 Ultra bilan bemalol solishib qo'yar ekan. iPhone 7 Pro Max dan bo'lsa bemalol o'tib ketar ekan. Akalar, bu telefonda ham yonks bor. 100 yonksta turibdi. Axorami? Hozirgi kunda bu telefonning narxlari $1100 sotilyapti. Hozircha xalqim uchun maslahat bermayman, lekin narxlar ozgina tushib qolsa, bemalol maslahat beraman. Sotib olsanglar bo'laveradi. Akalar, bu telefon o'yin uchun mo'ljallanmagan, lekin kamera bo'yicha yorvoradi. Jigarlar, nimadir yetishmayapti. Hozir chaqiraman. Jamshid aka, ho aka, bu telefon haqida nima deysan? Voy, jinni telefon bu. Ancha telefonni son saqlashadi. Agar bu telefon kerak bo'lsa, bemalol Mix Mobile Telegram kanalida topasizlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Wow, wow. No!